Assalomu alaykum hamyurtlarim. Alhamdulillah Allohni cheksiz marhamati bilan bugun Masjid Nabaviyda turib sizlarga video murojaat qilyapman. Shu muborak maskanda eng avvalo ota-onamni, oilamni, ustozlarimni, shogirdlarimni, yaqinlarimni va meni kuzatib duo qilib kelayotgan barcha insonlarning duolarini esladim. Bu yerda inson bitta narsani his qiladi. Hayot juda qisqa, ammo qilgan yaxshiligimiz, duolarimiz va xalqimizdagi ezgu niyatlar abadiy qoladi. Alloh barchamizni sog'lik, salomatlikdan ayirmasin. Rizqimizga baraka, qalbimizga xotirjamlik, oilalarimizga baxt, farzandlarimizga ilm va odob ato etsin. Yana bitta duoni chindan qildim. Alloh shifosini o'qiyotgan har bir insonga ham Masjid Nabaviyni va Ka'batullohni o'z ko'zi bilan ko'rishni nasib qilsin. Amin.